Hozir juda baxtliman. Bir kun kelib, Alloh meni mana shunday shodlikka ko'mib tashlaydi deb o'ylamagandim. Sevib turmush qurdim. 6 yilim goh g'amgin, goh baxtiyor o'tdi. Shu vaqt ichida 4 farzandimizni tuproqqa berdik. Men ota bo'laman. Bunisini asrab avaylaymiz, albatta qo'lingga olasan, derdi erim homilador bo'lganimda. Afsuski, uydagilar meni kaftida asrasada, baribir bolalarimiz 9 oyga yetmasdan o'lik tug'ilardi. Cheksiz orzularimiz, hadsiz umidlarimiz bir zumda chippaki chiqardi. Keyin qaynonam janjal qila boshladi. Sen sog'lomsan, xotiningning qandaydir kasali bor. Shuning uchun bolasi o'lib qoladi. Ajrash, shu vaqtgacha bolang bo'lsa chopqillab o'zingga ergashib qolardi. Oyi, bu Xudoning ishi. Bolani berish ham, olish ham uning izmida. Allohdan ustun kela olmaysiz-ku. Ajrash, mana ko'rasan, 1 yilga qolmay bolali bo'lasan. Erim 1 yil davomida 2 o't orasida yashadi. Ammo menga lom-lim degani yo'q. Chidolmadim. Uni o'zim tashlab ketdim. 6 oy o'tmasdan qaynonam o'g'lini uylantirdi. O'sha kunlarimni eslasam, axir men uni jonimdan ortiq sevardim. O'zim tashlab kelgan bo'lsam-da, qandaydir umid bilan yashagan ekanman. Uylanyapti deyishganda yo'q, ichimda bir narsa uzilgandek bo'ldi. Alamimni sezdirmaslik uchun kunduzi kulib yurardim. Ering uylanayotganmish, eshitdingmi? Hayron bo'lib so'raydi qo'shnilar. Eshitdim. Uylanadi-da, uylansin, farzandli bo'lsin deb o'zim tashlab keldim-ku. Ha, uni o'zim tashlab kelgandim. Ammo bir umrga emas. Qachondir qaynonam insofga kelishiga, erim meni sog'inib olib ketishiga ishonardim. Afsus. Kechalari dod solib xumorimdan chiqquncha yig'lagim kelardi. Nega mendan oson voz kechdingiz? Mendan kechganingiz rost bo'lsa, ozgina sabr qilishingiz yoki menga uylanayotganingiz haqida aytishingiz kerak edi-ku. Turmushga chiqqanimdan keyin uylansangiz bo'lmasmidi? Hech qachon sizdan oldin turmushga chiqmasligimni bilgandirsiz-da. Ana shunday azobli kunlarimda menga ham sovchi keldi. 8 oy avval xotini tug'ruq vaqtida vafot etgan erkakdan. Bir bor onasini emmagan chaqaloqdan tashqari yana 4 nafar bolasi bor emish. Voy o'lmasam, 24 yashar qizimni 5 bolali odamga beramanmi? Dedi onam yuragi yorilib. Otamning ham ko'ngli chopmadi. Oyi, o'sha odamga tegaman, dedim. Esingni yedingmi? U 5 bolaning otasi-ku. Nima bo'libdi? 5 ta ajal emas-ku, bola, norasida go'dak ular. O'gaylikning azobini bilmaysan-da. Hozirgi azobimni bilmaysiz-da, oyi. Yig'lab yubordim. Kechalari meni uxlaydi deb o'ylaysizmi? Er bermoq, jon bermoq derdingiz-ku o'zingiz. Men bir kechada 1000 bor jon beryapman. Undan ko'ra kechasi bilan o'sha 8 oylik bolani tebratib ovinganim yaxshi emasmi? Qolganicha esini bilib qolgan ular. Kattasi 12 yosh ekan. 5 bolani, erni, qaynonaning ko'nglini topa olasanmi? Yolg'iz qolmasam bo'ldi. Meni 4 xotingina uzatib ketdi. Oyim yum-yum yig'lab qoldi ortimdan. Negadir ko'zimga yosh kelmasdi. Xayolimda begona joyga borsam hammasi unutib oladigandek. Yodgori o'smay qoldi, dedi erim 8 oylik bo'lsa-da, hali yo'rgakda yotgan 3 oylik go'dakdek chaqaloqni qo'limga tutqazarkan. Rosta qiynaldi. Shu bola uchun onasining yelini 7 oyda o'tkazib sizga uylandim. Shu bola uchun. Erimning ilk gapiyoq mening ularga begona, hech kim emasligimni bildirdi. Nimalar qilib qo'ydim? Bir azobim menga aylanmasmikan? Shu xayollar bilan go'dakni qo'limga oldim. Yuzlari kir, ozg'in, sut va nimaningdir aralash hidi kelayotgan, yirtiq so'rg'ish emgancha uxlayotgan qizaloqqa rahmim keldi. Eshik oldida katta-kichik 4 bola menga yov qarash qilib turardi. Erimning ham nigohi menda. Nima qilishni bilmayman. Chaqaloq uyg'oq bo'lsa ham mayli edi.
gapirib vaziyatdan chiqardim. Shu payt bolalar ichida eng kattasi qarashlari o'tkir qiz oldimga yugurib keldi. Bering, o'zim qarayman. Zilola, unday qilma qizim. Bu kishi endi onalaring bo'ladi. Qarab o'rgansin, dedi eshikdan kirib kelgan qaynonam xijolat tortgandek. Keyin yonimga o'tirib bolalarni tanishtirdi. Bu katta qizing Zilola. Undan keyin 3 o'g'ling bor. To'polonchilar. Kattasi Sardor, keyin Diyorbek, kichkinasi Kamoliddin. Bu jajjicha Yodgora. Qizimga ham hamroh bo'lsin deb onasi sho'rlik. Qaynonamning ovozi titrab yig'ladi. Shundan bildimki, kundoshimni yaxshi ko'rgan ekan. Nahot qaynonalar kelinni shunaqa yaxshi ko'rsa? Balki qaynonam farzandim tug'ilmasdanoq nobud bo'lavergani uchun meni yomon ko'rgandir. Shunday qilib oila a'zolarim bilan tanishib ham oldim. Birinchi ishim uy tozalash bo'ldi. Ungacha Yodgoraga Zilola bilan qaynonam qaradi. Hamma joyni chinnidek qilgunimcha kech kirib qoldi. Chunki 8 oyda ro'zg'orda ayol bo'lmagani sezilib qolgandi. Qaynonam bilan Zilola naridan beri yig'ishtirib yurgan bo'lsa kerak. Kechki ovqatni solib, o'g'illarimni cho'miltira boshladim. O'g'illarim. 3 ta o'g'lim bor mening. Cho'miltirayotganda yuragimda faxrmi, mehrmi uyg'ondi. Allohim, o'zingga shukr. Meni bir zumda 5 bolali onaga aylantirding. Sho'rlik bolalarning toza kiyimi yo'q ekan. Izlab faqat ichki kiyimlarni kiydirdim. Ovqatlantirib uxlatdim. Shu vaqt mobaynida ular menga bir og'iz ham gapirishmadi. Oxiri Yodgorani yuvintirmoqchi bo'ldim. Yechintirib qo'rqib ketdim. Shu qadar ozg'inki. Uxlatish oldidan Zilola ovqat ko'tarib keldi. Kartoshkasini ezib bediraylik. Bu hali kichkina. Sut bersakchi. Sigirimizning suti kam, tugadi. Sho'rlik bola. Hali oshqozoni ham yaxshi rivojlanib bo'lmagandir. Qanday qilib ovqat yediraman bunga? Zilolaning gapiga kirib ozroq ezilgan kartoshka yedirdim. Orqasidan shirin choyni ko'proq ichirdim. Icha turib uxlab qoldi. Zilola olib beshikka belay boshladi. Bechora qizcha. O'zi hali go'dak-ku. Bola qarab yuribdi. Ichim ezilib ketdi. Hamma uxlagani yotdi. Men xayol surib qoldim. Uxlamaysizmi? Erimning gapidan yuragim orqaga tortib ketdi. Nahot men ahmoq bu yerga kelayotib faqat bolalar haqida o'ylabman. Erim haqida bir bor bo'lsa-da fikr yuritmabman. U bilan qanday yashayman? U endi juft halolim. Dahshatga tushdim. Shoshib bolalarning kiyimini yig'ib yuvishga kirishdim. Ertaga yuvarsiz? Erim meni kutardi. Men esa qochib ketsammikan? Hozir yuvib qo'ymasam bo'lmaydi. Ertalabgacha qurish kerak. Bolalarning ertalab kiyishga kiyimi yo'q. Shu payt baquvvat qo'llar yelkamni siqdi. Rahmat sizga. Bolalarimga shunchalar mehribon bo'lasiz deb o'ylamagandim. U shunday deya kirib ketdi. Yarim kechasigacha kir yuvib uyga kirdim. Zilola uyqusirab beshikda biratardi. Uxla bolam. Bu so'z yuragimning tub-tubidan chiqdi. Singlingga o'zim qarayman. Yodgora kechasi bilan g'ingishib chiqdi. Nima qilay? Qorni och. Shirin choy qilib ichiraman. 1 soatda yana uyg'onadi. Uxlaganday bo'lmadim. Zilola shu paytgacha qanday qaradi ekan? Sho'rlik. Yodgora har yig'laganda sakrab turadi. Meni ko'rib yana yotadi. Ertalab sigirni o'zim sog'dim. Voy, sigirimizning suti ko'p chiqibdimi? Ko'zlari chaqnab ketdi Zilolaning. Avval qancha chiqardi? Kamgina, 1 kosa. Yodgora uni ertalabning o'zida ichib qo'yardi. Zilola negadir mendan tortinmasdi. Buving sog'armidi? Yo'q, buvimning beli chidamaydi. Men sog'ardim. Sening esa nozik qo'llaring chidamagan bolam. U menga yarq etib qaradi. Rostdan ham Zilolaning sigir sog'ishga kuchi yetmagan ekan. Kechqurun ham sigir ko'p sut berdi. Yodgorani bemalol kechasi bilan to'ydirsak bo'lardi. Bundan xursand bo'lsam-da, kech tushishini istamasdim. Kecha erim uxlab qoldi. Bugun nima qilaman? Kecha Yodgorani yuvintirayotib shamollatib qo'ygan ekanman. Kechga borib issig'i chiqdi. Tinmay yig'lardi. Dori berib u uydan bu uyga ko'tarib allaladim. Qani uxlasa?
U uxlaguncha erim ham uxlab qoldi. Yengil nafas oldim. Yodgora tinchlangach, beshik yoniga cho'zildim. Kimdir sochimni siladi. Ko'zimni ochsam erim. Qo'rqib ketdim. Charchadingizmi? Tong otganini ham sezmadingiz. Yodgora ham uxlatmadi-da sizni. U shunday deya chiqib ketdi. Uyg'otish uchun sochimni silabdi-da. Bir haftacha faqat bolalar bilan ovunibman. Yodgora ham menga ancha o'rganib qoldi. Erim esa u meni tushunyapti. Yodgorani uxlatgunimcha uxlab qoladi. Beshik yonida yotaman. Bir kuni yarim kechasi qo'rqitib yubordi. Ustimga ko'rpa yopayotgan ekan. Uyg'onib ketdim. Meni titroq bosdi. Sovqotib g'ujunak bo'lib olibsiz. Ko'rpangizni bolalar tortib olibdi. Mana shu ko'rpani alohida yopib yoting. U shunday deya yana o'z o'rniga cho'zildi. O'sha onda unga ham rahmim keldi, ham mehrim tovlandi. Ertalab sigir sog'ayotganimda katta o'g'lim Sardor mollarga o't solayotgandi. Qarasam, molxona yoniga o'tlarni quritish uchun suyab qo'yilgan yog'ochlar sekin surilib ag'anayapti. Jon holatda yugurib Sardorni tortdim. Ammo ko'zimni ochsam uyda yotibman. Hamma boshimda o'tiribdi. Sardorning ko'zlari qizargan, erimning ko'zida xavotir. Nega yugurdingiz? Yana yig'ladi Sardor. Yog'ochlar menga tegmasdi. Qo'rqitib yubordingiz. Erim boshimni ko'tarib piyolada suv tutdi. 15 daqiqacha hushsiz yotdingiz. Yog'och boshingizga tegibdi. Sardor rosa yig'ladi, qo'rqib ketibdi. Siz bo'lmasangiz ham akam o'zi qocha olasdi. Tili chuchuk Kamoliddinning gapidan hammamiz kulib yubordik. Sizni dadam ko'tayib keldi. Uning oxirgi gapidan erim qizarib chiqib ketdi. Men bolalar bilan qoldim. Xudoyim, meni qanaqa joyga yubording? Yerdagi jannatmi bu? Otasidan bolasigacha uyatchan, mehribon, ko'ngilchan. Oyog'im ham lat yegan ekan. 2 kun o'rnimdan turishim qiyin bo'ldi. Erim suyab turg'izar, yetaklab yurardi. Kechqurun ovqatni qaynonam bilan zilolasizdi. Bu ovqatni ayangga olib bor. Qaynonamning gapidan g'alati bo'lib ketdim. Kamoliddin, sen ham bu yerda o'rnashavermay uyga kir. Ma, qoshiqni ayangga ber. Kamoliddin o'ziga o'zi gapirib keldi. Qoshiqni ayamga beraman, ayamga beraman. Mening oldimga keldi-yu qotib qoldi. Kimga berasan? So'radi erim kulib. Ayamga. Bolakay qizarib yerga qaradi. Men yig'lab yubordim. Sog'aygunimcha oramizda umuman begonalik hissi qolmadi. Erimga ham o'rgandim. Yetimlarning boshini silaganim uchun Alloh meni siyladi. 1 yil o'tib, egizak farzandli bo'ldim. Sog'lom, bir o'g'il, bir qiz. Tug'ruqxonadan kelganimda uyda bayram bo'lib ketdi. Fatima menga o'xsharkan. Chaqaloqni qo'liga oldi Zilola. Aya, bu muncha kichkina. Bunisi menga o'xshaydi, dedi kamgap Diyorbek. Yana bitta olib kelmabsiz-da, o'sha menga o'xshardi. To'g'ri gapira boshlagan Kamoliddinning gapi hammasidan oshib tushdi. Yodgora esa pinjimga suqildi. U axir bir hafta mensiz uxlab sog'inib ketgan. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido. Ayoldir u, ayoldir u. Orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo. Ayoldir u, ayoldir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan. Ayoldir u, ayoldir u. O'zi yetmay murodiga, farzandidan umid kutgan. Ayoldir u. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz.